Jigarimizni 3 kun ichida hech qanday dori-darmonlarsiz tozalashni o'rganamiz. Ushbu foydali videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling va tezda kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Boshlash uchun bizga bitta qizil lavlagi kerak bo'ladi. Qizil lavlagi qadim zamonlardan qon va jigarni tozalovchi ajoyib vosita bo'lib, juda ham ko'p vitaminlarga boy. B vitamini, A va C vitaminlari tarkibida ko'p miqdorda temir moddasi mavjud, magniy, kaliy va mis minerallar sifatida qo'llaniladi. Qizil lavlagini yaxshilab tozalab, bo'laklarga bo'lib oling. Ikkinchi masallig'imiz sabzi bo'lib, buni tarkibida A vitamini ko'p, bundan tashqari C vitamini, B vitamini, E vitamini hamda magniyni ko'proq topamiz. Bundan tashqari kaliy, kalsiy va selen juda ham tolaga boy bo'lgan fitonutrientlarga kiradi. Lavlagi bilan sabzi uyg'unlashgan holatda sizni jigaringizga juda ham foydali ta'sir ko'rsata oladi. Sabzini yaxshilab tozalab, bo'laklarga bo'lib olamiz. Uchinchi tarkibiy qismimiz bu zanjabil bo'lib, zanjabilni olib yaxshilab tozalab, mayda bo'laklarga bo'lib tayyorlab olamiz. To'rtinchi qism bu limon bo'lib, limonni o'rtasidan bo'lib suvini alohida ajratib olamiz. Beshinchi qism petrushka. Petrushkani yuvib yaxshilab tozalab olgach, barglarini alohida qilib ajratib olamiz. Tayyorlab olgan barcha masalliqlarimizni blenderga solib, yaxshilab bo'laklab maydalab olamiz. Tayyor bo'lgan aralashmani suzgichda suzib, suvini alohida qilib ajratib olamiz. Xuddi shu tartibda nonushta va ujin o'rnida tayyorlab 3 kun davomida iste'mol qiladigan bo'lsangiz, jigaringiz tozalanib, qoningiz yangilanib, teri holatingiz ham chiroyli bo'ladi. Sog'lig'ingiz ham tiklanib, ozishga tezroq erisha olasiz. Agar siz professional dietorg nazorati ostida jigaringizni tozalab, sog'lom ozishni xohlasangiz, kommentariyada shunchaki plus belgisini yozib qoldiring. O'zim sizga batafsil ma'lumotni yuborib qo'yaman.